insonning atrof muhitdagi yoki ichki faoliyatdagi befarqligi va diqqatni jamlay olmasligi bugun diqqatni jamlay olmaslik sindromi deya baholanadi. Hozir esa yurtdoshlarimizdan ularga nimalar sabab bo'layotganini aniqlashga harakat qilamiz. Manimcha hozir kunda anaqa global muammo, chunki anaqa shortslar Instagramdagi usullar chiqqandan keyin odamlarning e'tibori qisqarib qolgan. Manda lekin hali unaqa muammo bo'lmagan. Ashli hamma internetga bog'lanib qolganda. Ertalab turishi bilan sirazi internet, kechqurun uxlashdan oldin kamida 2 soat internet. Hayotimiz ijtimoiy tarmoq bo'lib qoldi, yolg'onchi hayot. Endi u hayot tashvishlari, oilaviy tashvishlar bordircha shunaqadir-da. Ko'pchilik telefonda bo'ladi-da. Hozir ahamiyat bergan bo'lsangiz, bolalarda ham shunaqa ahvol. Men o'ylayman, o'sha hozir ko'p rivojlanib ketgan telefonlar, gadjetlar ko'proq fikri har tomonga ketib qoladi. Miyasida har xil fikrlar. Bitta yo'q maqsad yo'q, bitta asosiy bitta fikr yo'q. Har xil masalalarni ko'radi, har xil narsalarni ko'radi, fikri o'shanga qarab bitta narsaga jamlanmagan. Kompyuter, uyali aloqa, telefon sababi shu. Insonlar noto'g'ri tushunchasi. Men fikrimcha hammasi telefondan, chunki o'sha masalan hamma Instagramda reels ko'radi, boshqa ko'radi, short videolarni o'sha ko'rganimiz uchun ham shu sabrimiz yetmasdan keyin tez chalg'ib qolamiz hamma narsaga, keyin uzun narsalarni ko'rolmay qolamiz, xullas hammasi telefondan. Fikrning tez chalg'ishi, diqqatning bo'linishi asosiy masala yoshlarimizda ham, yosh kattalarda ham fokus bitta joyda emasligida. Savol tug'iladi, nega yoshlar va yosh kattalarda ikkalasi ham bir xil. Yoshlarda fokusning bir joyda bo'lmasligi sabab yoshlarimiz ko'proq ijtimoiy tarmoqlar bilan ko'p mashg'ulligi, bo'sh vaqtini doimiy ravishda o'tirib ijtimoiy tarmoq, telefon, kompyuter, onlayn o'yinlarga sarflayotganligi. Yosh kattalarda fokus bitta joyda bo'lmayotganligi sababi esa buning asosiy sababi yosh kattalarimizni ko'pchiligi endi hozirgi kunda biz bilamiz, iqtisodiy holat, tirikchilik bilan bog'liq harakatlar, ana shu masalalar sababli fokus bitta joyda bo'lmayotganligi va mana shu narsa diqqatni bir joyga jamlasiga asosiy sabab xizmat qiladi. Buni qanday qilib to'g'rilay olamiz? To'g'rilay olish avvalo birinchi navbatda yoshlarimiz ota-onaning gapiga kirgan holatda, bo'sh vaqtdan unumli foydalangan holatda kitobxonlik kuchaytirish kerak. Kitob o'qigandan keyin o'z-o'zidan insonda tafakkur, fikrlash paydo bo'ladi. Tafakkur va fikrlash paydo bo'lgan yoshlar esa o'z-o'zidan maqsadi aniq bo'ladi. Maqsadi aniq bo'lgan bolada fokus bitta joyga yo'nalgan bo'ladi. Eng anaqasi mana shu vaqtni behudaga o'tkazishdir. Shortslar, anaqa Instagram ko'rishlarini kamaytirsa, qisqa videolarni kamaytirsa. Ko'proq kitob o'qish kerak. Juda ham to'g'ri fikr aytdingiz, kitob o'qish kerak. Kitob o'qisa, odam anaqa fikrlashi ham o'zgaradi. Odam o'zidan boshlamasa, qachonki o'ziga oldiga maqsad qo'ymasa, foydasi bo'lmaydi. Madaniy hordiq chiqaradigan joylarga borish kerak-da, kulturniy konsertlarga borish kerak. Agar inson o'zida bo'lsa, o'zini o'zida ishlash kerak. Yoki kimdir agar shuni bilayotgan bo'lsa, unga yordam berish kerak. Unga agar mana shunaqa narsa bo'layotganligini aytsa, unga to'g'ri yo'naltirsa, men o'ylaymanki, o'sha to'g'ri fikrlarni jamlab, aytganingizdek o'sha bitta maqsad yoki bitta fikrga yo'naltirsa bo'ladi. Bunda bitta tashkilot emas, hamma birgalikda harakat qilish kerak. Oila, mahalla, sizlar, hamma ta'lim tashkilotlari birgalikda. Iloji boricha biz o'sha me'yorda foydalanishni tavsiya qilardim. O'sha telefondan ham har qanday vositalardan. Masalan, mana 3 ta farzandim bo'lsa, birinchi o'g'lim meni universitetga grant asosiga qabul qilindi, lekin biror marta ijtimoiy tarmoqdan foydalamagan. Umuman qo'ymayman. Mana yurtdoshlarimiz fikrini ham o'rganib chiqdik. Xulosamiz esa qadrli vaqtingizni behuda sarflamang. Xayr, salomat bo'ling.